Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum barchaga ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, bizga hamrohlar, yo'llarda, ish joyida, uyda tinglayotganlar. Bugun qoidaga ko'ra dasturda bir manfaatli mavzu asosida suhbatlashamiz va bu mavzu umuman olganda kerak, sizga ham manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Mavzuyimiz shu: bolalar onkologiyasi va bizda mutaxassis mehmon ham bor. Bugun biz uchun juda ham muhim, ammo ko'pchilik gapirishdan cho'chiydigan mavzulardan birida bu bolalar onkologiyasi. Ko'pincha bu bizning oilamizga taalluqli emas deb bilamiz, o'ylaymiz, ammo statistika ma'lumotlarga qaraganda bolalarda ham saraton kasalliklari uchraydi va erta aniqlansa, eng qizig'i ularni mutlaqo 100% sog'aytirish imkoni bor, tuzatish imkoni bor, to'laqonli sog'ayib ketishlari mumkin. Bugun studiyamizda bolalar onkologiyasi bo'yicha demak, mutaxassis mehmonimiz Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi, immunologiyasi ilmiy amaliy markazi shifokor onkolog Abdusattorov Oybek Qobilovich kelganlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Salomatmisiz? Demak, bugun bizda bir qancha savollar bor. Bugun aynan mana shu mavzu asosida mutaxassissiz, siz bilan gaplashamiz. Oybek aka, hukumat bu sohaga qanday ahamiyat beryapti? Shular haqida batafsil, o'zi bolalar onkologiyasi nima, shu haqida tushuntirib o'tsangiz eshitamiz. Assalomu alaykum. Bolalar onkologiyasi asosan hozirgi kunda afsuski bolalarda juda ko'p uchramoqda. Bu embrional hujayralarni rivojlanish paytida mutatsiyaga uchrashi tufayli tug'ma kelib chiqadigan onkologik kasallik. Kattalaridan farqi asosan shunda. Bolalarda ko'pincha tug'ma bo'ladi, mutatsiyani hisobiga bu kasalliklar. Ona qornida shakllanadi. Ha, mutatsiyani hisobiga ona qornida shakllanib, rivojlanish davridan keyin yuzaga chiqadi. Hukumatimiz tomonidan bu bolalar onkologiyasiga hozirda juda katta e'tibor qaratilyapti. Xususan prezidentimiz qarorlariga muvofiq ravishda barcha viloyatlarda kasallikni erta bosqichlarda aniqlash chora-tadbirlari amalga oshirilyapti. Shu munosabat bilan bir qator prezident qarorlari imzolanib, markazimizda bularni amaliy ishlash bosqichlari amalga oshirilyapti. Viloyatlarda ko'p tarmoqli tuman poliklinikalarida bizani markaz shifokorlari tomonidan har oyda safar jalb qilinib, ularga tushuntirishlar olib bormoqda. Ya'ni har bir poliklinika sharoitida patronaj shifokorlari, patronaj hamshiralari uyma-uy yurib, biz so'rovnoma tashkil qilganmiz. So'rovnomaki qaysi ma'noda juda sodda tilda tushuntirilgan bo'lib, 15 ta savoldan iborat. Har bitta xonadonga kirib, har bitta xonadonda yashovchi bolalarning ota-onasiga shu so'rovnoma o'tkazilib, ularda o'sha so'rovnomadan 2 tasi yoki 3 tasi ham musbat chiqadigan bo'lsa, ular oilaviy poliklinikaga jalb qilinadi. Oilaviy poliklinikada tekshirishlardan, ya'ni o'tib, yana tuman poliklinikalarga yuboriladi. U yerda tekshirishlardan o'tib, yana musbat chiqadigan bo'lsa, ularga kasallikka shubha qilinadigan bo'lsa, markazga yuboriladi. Shu tartibda hozir qaror bo'yicha juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda va bu o'zini natijasini berib kelmoqda. Yaqinlashib kelayotgan 15 fevral sanasi bolalar onkologiyasiga qarshi kurash kuni va yana shu men uchun yangilik bo'ldi. 21 yoshgacha bo'lgan bolalarni aynan davolash, operatsiyalar hammasi bepul, mutlaqo davlat tomonidan kafolatlaniladi. Shunaqa o'tkazilayotgan ekan. Nafaqat saraton bilan kasallangan bolalar, balki saraton kasalligi hali tasdiqlanmagan, saraton kasalligiga shubha bor bemorlarda va xavfli bo'lmagan o'sma kasalliklariga ham davlat tomonidan yo'llanma orderlar ajratilinadi. Shu order asosida bizni markazda turli xil amaliyotlar o'tkazilinadi. Order dedingiz, keyin reklama e'lonlaridan so'ng mana shu orderga alohida to'xtalamiz.
Davom etamiz. Ha, bepul davolash imkoniyati bor hukumat tomonidan. Buncha yaxshi deyman-u, endi orderlarga alohida to'xtalsak. Order shunaqa narsaki, men o'ylayman, shu tanish bilishing bo'lsa bugungi kunda ola olsan yoki qanaqa olish tartibi hammaga beriladimi? Mana deylik, kasallik aniqlandi, kimdadir erta, kimdadir kech, imkoniyati yo'qdir, bilamiz, saraton, onkologiya, hammasi umuman olganda dorilari qimmat, ularga e'tibor bo'lishi kerak. Shifoxonada yotish ham kunlik hamma daromad cho'ntakni quritib yuboradi. Order bo'lsa bepul ekan. Orderni olish tartibi qanaqa? Hammagami? Mumkinmi? Ha, hammaga mumkin. O'sha bundan avval aytib o'tganimdek, nafaqat saraton kasalligiga chalingan bolalarda, balki shubhasiz turganlarga va bolalarda uchraydigan xavfsiz o'smir turlariga barchasiga order ajratilinadi davlat tomonidan. Buni tartibi qanaqa? Hozir aytib o'tganimdek, birlamchi kasallar, ya'ni bu kasallikka shubha qilinayotganlar poliklinik, o'zlarining turar joy poliklinikalaridan har viloyat ko'p tarmoqli shifoxonalariga yuboriladi. Ya'ni u yerda viloyat ko'p tarmoqli shifoxonalarida onkolog shtati bor, shifokor onkolog. Ular tomonidan tekshirish o'tkazilgandan so'ng bizani markazga, agar davoga loyiq deb topsa, haqiqatda davolanish kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani markazga order qilib beradi. Yo'llanma xat qilib beradi. Shu yo'llanma xat order asosida bizani markazimizga murojaat qilinadi. Nafaqat davolash, balki statsionar sharoitda davolash, balki ambulator sharoitda barcha tekshiruvlardan bizani markazimiz sharoitida o'tish mumkin. Bularning hammasi yo'llanma orqali o'tkaziladi bepul. Qarang, davolashga loyiq deb topilsa deyapsiz, imkon yo'q degan holatlar ham. Demak, tashxis kech qo'yilsa, kech aniqlansa-da. Tashxis kech qo'yilishi, erta aniqlanishiga emas. Bir xil kasalliklarda shunaqa simptomlari bor. U simptomlar onkologik bemorlarga ham tegishli, onkologik bo'lmagan bemorlarga ham tegishli. Misol uchun, bolalarda oddiy shamollash infeksiya orqali isma ko'tarilishi va bir qator onkologik kasalliklar bor, masalan limfoma kasalligi. Bu kasallikda bolalarda besabab ismi ko'tarilishi, ko'p terlash, ozish holatlari kuzatiladi. Mana shu va shunga o'xshash bemorlarga shubha qilinadigan bo'lsa, bu bemorda onkologik kasalligiga shubha bor deyiladigan bo'lsa, ana markazga order orqali yuboriladi. Bizani markazda to'liq tekshiruvdan o'tadi. Agar yo'q, bu oddiy shamollash bo'ladigan bo'lsa, albatta bu o'zini tuman darajasida kerakli dorilarni, ya'ni kerakli muolajalarni olib davolanadi. Ularga orderga ehtiyoj yo'q. Chunki bu order faqat onkologik bemorlarga ajratilgan. Ha, tushunarli. Oybek aka, qarang, aytyapsiz, bola ozib ketishi, isitma ko'tarilishi, biz asosan shu shamollash bilan ko'p yanglishib qolamizda, yoki oddiy kamqonlik, anemiya bilan ham chalg'ib qolamiz. Va ota-onalar bugungi kunda tekshirtirib bilmadim, men o'zimdan biroz qo'rqinchliroq, tekshirtirib qo'ysak yomon tashxis chiqadi ham deb qo'rqishadi-da. Shunchaki ishtahasi yo'qligi ham bir undan bundan deb shunchaki yo'yib yuborishadi. Tekshirtiradiganlar oldini olib, nimaga ozib ketyapti? Ishtahasi yo'q. Muddat bormi deylik? Shunaqa holatlar bo'lgan. Oddiy privivka emlashni olganda ham bolalarni 30 kunlab, 40 kunlab issig'i chiqqan holatlar bo'lgan. Saratonda, onkologiyani xavfi bo'lsa, endi boshlanayotgan bo'lsa, qanchadir muddat davomida inson tanasining harorati baland bo'ladimi shunaqa? Albatta, bu qo'rquv hamada bor. Aytib o'tilgandek, birlamchi o'sha shifokorlar tomonidan konsultatsiya qilingandan keyin bemorlarda, ya'ni bemorlarda qanaqa bo'ladi? Bolalarda asosan onkologiya shubha qilinayotgan bo'lsa, tana harorati sababsiz ko'tariladi. Ya'ni u tana haroratiga qarshi dori vositalarini bersangiz tushadi, ertasi kuni yana ko'tariladi. Bundan tashqari bolada ko'p terlash, tana massasini kamayishi va o'sha aytib o'tganimdek, mana masalan limfoma kasalligiga shubha qilinayotgan bo'lsa, periferik limfa tugullarini kattalashib ketishi. Bu kattalashish shamollash hisobiga bo'lishi ham mumkin. Onkologik kasalliklarda bo'lishi ham mumkin. Ana shuning uchun to'g'ri tekshiruvlardan o'tib, to'g'ri tashxis qo'yish juda muhim. Tekshiruvdan o'tganda
birinchi navbatda bolalarda umumiy qon analizi topshiriladi va albatta o'sha limfa tugunlarni, periferik limfa tugunlarini ultratovush diagnostikasi o'tkaziladi. Oddiy shamollab kasallangan bolalardagi limfa tugunlarni strukturasi va onkologik kasalliklardagi limfa tugunlarning strukturasi ultratovush diagnostikasida farq qiladi. Ana shu orqali ultratovush diagnostikasi orqali tekshirilgandan so'ng agar bu bemorda onkologik kasallikka shubha bor deyiladigan bo'lsa, statsionar sharoitda o'sha limfa tugunlardan biopsiya olinadi. Biopsiya nima degani? O'sha limfa tugunlarni bir qismi olinadi. U limfa tugunlar organizmda ko'p bo'ladi. Zararlangan limfa tugunlar olinib tekshiruvga yuboriladi. Bu tekshiruv gistologiya deyiladi. Gistologiya nima beradi bizga? Tekshirilgan limfa tugunni gistologik tekshiruv yordamida patomorfologlar bizga xulosa qilib beradi, ya'ni tashxis qo'yib beradi. Agar bu bolada onkologik kasallik shu gistologiya orqali tekshiriladigan, aniqlanadigan bo'lsa, keyinchalik bizning markazda o'sha standartlar bo'yicha davolanadi. Tushunarli. Qarang, o'smalar turli xil bo'ladi-da. Miyada o'sma bo'lsa, ota-ona buni dastlab qaysi belgilar orqali sezishi mumkin farzandidagi o'zgarishlar? Miyadagi o'smalar suv turga tutishi ko'p bo'ladi. Shunaqa simptomlar bilan murojaat qilib kelishadi. Qusish, qayta qusish, bosh og'rig'i, tinimsiz bosh og'rig'i. Muntazam davom etadi ularda. Muntazam davomida bosh og'rig'i. Qayd qilish holatlari kuzatiladi ularda. Bolalar saratonini aniqlash uchun qanday tekshiruvlar qilinadi? Shunchaki masalan oddiy sog'lom bolani ham aniqlab qo'ysak bo'lardi o'zimiz uchun, himoya tariqasida borib tekshirtirsak bo'lam. Ular ham mutlaqo bepulmi? Yo'q, order asosida bu endi respublikada respublika aholisini 35-40%ni bolalar tashkil qiladi. Bularning hammasini imенно aynan bizani markazda tekshiruvdan o'tkazishi real olib qarasangiz unaqa imkoni yo'q. Shuning uchun har bitta viloyatlarda hozirgi qilinayotgan ishlar ham o'sha viloyat darajasida, tuman darajasida tekshiruvlardan o'tkazish. Albatta, ota-onalarga eslatma sifatida shuni aytib o'tish kerakki, o'zini farzandini hech bo'lmasa har 3-6 oyda bir marta tuman yoki viloyat miqyosidagi shifoxonalarda ultratovushdan o'tkazsa bo'ladi yoki umumiy qon tahlilini topshirib tekshirib tursa bo'ladi. Ana shu orqali ham rivojlanayotgan kasallikni erta aniqlash mumkin. Qondan ham aniqlasa, bola o'zi umuman yo'q, ko'p ota-onalar shu bilan adashtirishadi yoki bizga ham maslahatga kelishganda qon orqali aniqlasa bo'ladimi? Onkologiyani umumiy qon tahlili orqali yoki biokimik qon tahlillari orqali to'liq tashxis qo'yib bo'lmaydi. To'g'ri, bir xil ko'rsatkichlarga ta'sir qilishi mumkin, lekin ular erta bosqichda emas. Ularni to'g'ri tashxis qo'yish uchun birinchi o'chirda instrumental tekshiruvlar, o'sha aytib o'tganimizdek ultratovush, kompyuter tomografiya, MRT, shular orqali ko'rish mumkin. Yakuniy tashxisni o'smadan biopsiya olingandan keyin gistologiya qo'yib beradi. Gistologik usul, gistologik immunogistokimyoviy usullar orqali bemorlarga onkologik tashxis qo'yiladi. Endi agar deylik tashxis erta qo'yilishi emas, kasallik erta aniqlansa, davolash imkoniyati ham keng, sog'ayish kafolati ham ko'proq 100%. Kechroq aniqlangan holatlar kuzatiladi. Kech bilib kelishar sizni markazingizga. Shunaqa bo'lib qoldi, biz bilmasdik, balki oddiy shamollash bilan adashtirgandirmiz debdi. O'tib ketgan holatlarda ham bir sog'ayishiga bormi qanchadir foizlar davolash imkoniyatida? Albatta, endi afsuski bizani o'zi umuman markazlarga nafaqat onkologik, balki menimcha boshqa kasalliklarda ham endi bu mentalitetimizga bog'liqmi, kech murojaat qilishadi yoki ota-onalarning befarq bo'lishimi. Albatta, erta aniqlangan kasalliklar ularga o'z vaqtida davo boshlansa, ularni tuzalib ketish foizi yanada oshadi.
Shuning uchun har bitta ota-onaga maslahat bergan bo'lardik, o'sha hozir aytib o'tganimizdek, vaqti bilan bolalarini tekshirib turishni. Tushunarli. Bugungi kunda bolalar onkologiyasida zamonaviy davolash usullari mavjud. Ular nimalar, qaysilar? Va agar imkon bo'lsa, tinglovchilarimiz tomonidan bolalar onkologiyasiga oid savollar bo'lsa ham qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Oybek aka, 71 203 1065 sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa mutaxassisimizga aynan shu yo'nalish mavzusida bolalar onkologiyasi savollar bo'lsa qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. Aynan 14:30 dan keyin deymiz. Endi zamonaviy davolash usullari mavjudmi o'zi bolalarning onkologiyasida? Eshitamiz. Tashxis qo'yilgandan keyin bemorda mutaxassislar tomonidan konsultatsiya qilinadi. Ya'ni qanaqa? Markazimizda kimyoterapevt, radioterapevt va jarrohlar bir bemorning ustida uni keyingi davolash taktikasini har bir tashxis qo'yilgan bemorlarda ishlab chiqishadi. Har bir tashxisni o'zini turiga qarab davo turi har xil bo'ladi. Bizi mana o'zimiz soham bolalardagi tayanch harakat tizimlari o'smalari bilan bo'limimizda yosh bemorlarga yordam beramiz. Sarkoma deyiladi meditsina tilida. Bu kasalliklarda birinchi bosqichda kimyoterapiya davosi o'tkaziladi. Kimyoterapiya davosi o'tkazilgandan keyin o'sma joylashgan joyiga qarab, ya'ni yumshoq to'qimada joylashadigan bo'lsa, u yumshoq to'qima o'smasini kesib olish yoki suyaklarda joylashadigan bo'lsa, suyaklarni rezeksiya qilib endoprotezlash amaliyotlarini biz bajaramiz. Yaqin bu o'zi endoprotezlash jarrohlik amaliyotlari avvaldan respublikada o'tkazilinib, hozirda oldinlari qanaqa bo'lardi? Bu protezlar mana bolalarga o'rnatilgandan keyin bilamiz, bolalar o'suvchi hisoblanadi. O'suvchi hisoblanadi. Oldinlari o'rnatilgan protezlar har 6 oyda bolaning o'sishiga qarab uzaytirib turish kerak. Bu ya'ni qo'shimcha jarrohlik amaliyotini talab qilgan. Hozirda mana bizning komandamizni 2025-yil mana aprel oyidan boshlab bolalarga o'zi o'suvchi, ya'ni magnit o'suvchi endoprotezlar o'rnatishni boshlaganmiz. Unda qayta operatsiyalar talab qilinmaydi. Qayta operatsiyalar talab qilinmaydi. Maxsus magnit uskunasiga kirg'izilinib, bola bilan birga o'stirib turiladi endoprotez. Tushunarli. Bizda 1 daqiqa o'tkazib olamiz va davom etamiz. Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Demak, bolalar onkologiyasi haqida gaplashyapmiz va mehmonimiz, mutaxassisimiz bor. Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi, immunologiyasi ilmiy amaliy markazi shifokor onkolog Abdusattorov Oybek Qobilovich mutaxassisimiz borlar. Sizlarda savol bo'lsa 14:30 dan so'ng qabul qilamiz dedik. 71 203 1065 mana shu mavzuga oid mutaxassisimizga yo'naltirilgan savollar bo'lsa, marhamat, qism qoqish imkoniyatiga egasiz. Biz sal avval Oybek aka siz bilan kimyoterapiyalar, kimyo terapiyalari haqida gaplashdik, lekin bilamizki azaldan bizni xalq kimyo bu ta'sir qiladi organizmga. Ota-onalar juda qo'rqishadi kimyoterapiyadan. Bolalar uchun u qanchalik xavfli va xavfsiz? Endi hozir aytib o'tganimizdek, bu kimyoterapiya preparatlari davolash standartlariga kirg'izilingan. Shu munosabat bilan bemorlarda o'tkazilishi zarur bo'lgan usul hisoblanadi. Buni mazmuni qanaqa? Hujayralar bo'linish xususiyatiga ega mitoz orqali. Shu kabi o'sma hujayralari ham kontrol bo'lmaydigan darajada tez bo'linib ko'payadi. Shu mitoz jarayonini to'xtatib turish uchun bu kimyo preparatlari qo'llaniladi. Ya'ni bu orqali o'sma hujayralar o'ldiriladi. Endi afsuski bu dori vositalari nafaqat o'smaga, balki sog'lom
hujayraga ham xuddi shu darajada ta'sir qiladi. Shuning uchun kimyoterapiya qabul qilayotgan bemorlarni tashqaridan turib kuzatib ajratish mumkin. Ya'ni ularda kiprik to'kilishi, qosh to'kilishi, soch to'kilishi, qonning ko'rsatkichlarini pasayishi, gemoglobin pasayishi orqali rangidagi teri rangini rangpar bo'lishi, shular orqali ajratib olish mumkin. Buni albatta o'ziga yarasha asoratlari bor, lekin bemorlar to'liq kursni olib remissiyaga chiqib, ya'ni tuzalib kuzatuvda bo'lgan bemorlarda, ayniqsa bolalarda metabolizm kuchli. Shu metabolizm hisobiga tiklanish ham kuchli bo'ladi, tezroq bo'ladi. Bu to'qimalar o'zini qayta tiklaydi vaqt o'tib. Endi davolashga keladigan bo'lsak, davolanadi. Umuman olganda mana shu bola, o'g'ildir, u qizdir, hayotga keyin butunlay tetik qayta oladimi? 100% sog'lom bo'lib, asoratlari qolmaydimi? Yo'q, albatta. Butun dunyoda shu hozir aytib o'tganimizdek, onkologik hematologik kasalliklarni sog'ayish foizi chet davlatlarda, Yevropa davlatlarida hozirgi kunda 60-75%. Bizning davlatda 35-40%. Sog'ayib, tuzalib ketgan bemorlar to'laqonli ravishda hayot kechira oladi. Mana misol tariqasida bir narsani aytishim mumkin. Bizning markazimizda davolanib ketgan, o'sha boshidan oxirigacha davolanib, bizni o'sha boyagi aytib o'tganimizdek, endi protez qo'yib bergan kasalimiz ham mana oldingi oyda to'y bo'ldi, bizga rasmini yubordi. Ana, baxtli bo'lasiz. Albatta. Bu nafaqat biz butun bizning jamoamizni quvontirdi. Ham yutug'i. Albatta. Shunaqa qoyil. Demakki, bunda baribir mana shu ota-ona kasallikdan ham burun hech kim farzandida onkologiya bor deb o'ylamaydi. Bo'lsa ham tan olgisi kelmaydi, kechiktiradi. Yo'q deydi, gapiraveradi, o'tib ketadi, bu shamollashtirdi deb ota-onaga qiyin. Va shu sababli bu ota-onani kayfiyati, umuman puldan ham qochish, pul ham u yoqda tursin, kechiktirishadi davolashni ham, boshqasini ham. Keyin bir yuzaga kelib chiqqanda olib borgan holatlar hayotiga biroz nuqta qo'yishga to'g'ri kelgan bo'lsa kerak. Beparvolik tufayli kech murojaat qilgan bemorlarda, ya'ni bemor ota-onalarida kelgusi natija ular kutganchalik bo'lmasligi mumkin. Afsus, tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Onkologik kasalliklar, ya'ni o'smani o'zi o'tkazilayotgan davoga, kimyoterapiyaga yoki o'tkazilayotgan jarrohlik amaliyotiga qanaqa ta'sir qilishini hech kim oldindan bilmaydi. O'sma davolanib, hattoki afsus qilib aytish kerak, davolanib chiqib ketgan kasalliklarda ham vaqt o'tib yana qaytalanish, retsidiv meditsina tilida yana kasallikni qaytalanishi ham kuzatilishi mumkin. Uchrab turadi. Yana qaytalanadi. Yana qayta davolanadi. Operatsiya qilish kerak bo'lsa, jarrohlik amaliyoti talab etilsa, jarrohlik amaliyoti qilinadi. Kimyoterapiya o'tkazilishi kerak bo'lsa, u qilinadi. Baribir hamma narsa boshiga endi o'zi umuman qancha vohli aniqlansa, qancha erta aniqlansa, ular kutgan natija yaxshi bo'ladi. 100% natija berishi mumkin. Qancha baribir hamma gap ana shu boshiga taqalyapti. Sizda shunaqa sizni farzandingizda deylik, yanglishtiramiz deyapmiz, shamollash bilan, isitma bilan. Yuqorida shifokorimiz aytib o'tdilar, isitmaga dori berasiz, dori tana haroratini tushirib beradi, ertaga yana chiqadi. O'zi uchun baribir ota-ona tekshirtirib qo'yish kerak. Albatta, bu o'sha bekordan bo'lmaydi. Isitma ham organizmda oddiy shamollashni oladigan bo'lsak, infeksiya hisobiga o'sha tanamizni, ya'ni organizm javob reaksiya ko'rsatadi. Kurashayotgan bo'ladi deyishadi. Kurashayotgan bo'ladi. Shu orqali ismi chiqadi. Dori vositalari qilingandan keyin, virusga qarshi, bakteriyaga qarshi dori vositalari qilingandan keyin vaqt o'tib bolalar sog'ayadi, tuzaladi. Bunaqalarga onkologik
onkologik tekshiruvlarni o'tkazishni ehtiyoji bo'lmaydi. Ammo o'sha hozir aytib o'tganimizdek, barcha ota-onalar profilaktik nuqtai nazardan profilaktika sifatida bolalarni tekshirib turish tavsiya etiladi. Endi qarang Oybek aka, isitma chiqadi deyapmiz. Ozib ketishi mumkin, tana massasi kamayib ketar. Shunaqa holatlar bor, aniqladik, mayli bildik, tashxis ham qo'yilgandir. Yashirin turi ham bormi? Shu deylik mana shu onkologiya, o'smalar yashirin holatda hech qanaqa belgi bermay bolaga yashirinib o'sib yotishi, keyin birdaniga paq etib chiqishi mumkinmi? Yo'q, unaqa holiga o'sma rivojlangandan keyin baribir bolalarda klinika beradi, o'zini namoyon qiladi. Muhimi o'sha vaqtda to'g'ri murojaat qilib, shifokorga olib kelib, beparvo bo'lmasdan davolatish. Tekshirtirish ya'ni. Ha, og'riq berishi mumkindir. Albatta. Muhimi ayni kerakli vaqtda kerakli shifokorga uchrashish. Bizda shunaqa holatlar bo'ladi. Biror yerimiz og'risa, og'riq qoldiradigan dorilarni bizdan-da ko'p xarid qiladigan bemorlar, umuman insonlar bo'lmasa kerak. Bir yer og'risa, bilsa bilmasa har xil nomli dorilar bor, har xil yo'nalishga ta'sir ko'rsatadigan dorilar bor. Qaysi birlaridir bizni umuman qon bosimimizni ko'tarib berar, uni ta'sir natijasida tushirib beradigan dorilarni bilamizda. Bizning xalq endi nima qiladi? Ko'proq dorixonalarga borib, o'sha o'zidan dori ichib qo'ya qoladi. Yanachi doktordan ham aqlliroq farmatsevt bilamiz. Ular tavsiya qilishadi. Doktorlar retsept yozib bergandan keyin, "Yo'q, bu nima deysiz? Shu yaxshimi?" desa, "Buni emas, mana buni oling" desa, biz bir boshqacha bir dohiydek bilamiz, shu farmatsevtlarni. Birinchi navbatda albatta shifokor tavsiyasi. Mana undan keyin shu shifokor tavsiyasi orqali yozilgan dori vositalarini qabul qilish albatta tavsiya etiladi barcha shifokorlar tomonidan. Deylik mana shu og'riq bersa, shunchaki o'zimiz davolashni yaxshi bilamiz. Dorilar ichib, yashirib yurganimiz ham bizni sog'ayishimizga, ertaga ana shu bolajonni tuzalib ketishiga, belgilarni yashirishga olib keladi. O'sma o'saveradi, o'zini kuchini ko'rsataveradi. Vaqtinchalik bloklashi mumkin dorilar. Og'riq qoldiruvchi bir nimalar. Og'riq qoldiruvchi dorilar bu vaqtinchalik, bu simptomatik davo. Ya'ni vaqtinchalik og'riqni qoldiradi. Lekin bu o'sma kasalligini davolamaydi. To'xtatib ham turmaydi. Yo'q, to'xtatib ham turmaydi. Sizdagi og'riqni yo'qotib qo'yadi, xolos. Og'riqni yo'qotadi bo'ldi. Qanchadir muddatga. Albatta. Va Oybek aka, endi qizlarda ham bir o'smalar bo'ladi. O'smir qizlarda germinogen o'smalar mavjud. Bular haqida alohida to'xtalib o'tsangiz, 16 yosh, 18 yosh qizlarimiz. Ha, germinogen o'smalari bu ham o'sha embrional rivojlanish davridagi jinsiy hujayralarning migratsiyasi buzilishi natijasida yuzaga keladigan o'sma hisoblanadi. Bu o'smir yoshdagi qizlarda, balog'atga yetish davridagi qizlarda uchraydigan kasalliklar hisoblanadi. Albatta, buni oldini olish uchun ham o'sha profilaktik ravishda biza ota-onalarga shuni tavsiya bergan bo'lardikki, qizlarni, o'sha aynan qizlarni vaqti bilan qorin bo'shlig'i ultratovush tekshiruvidan o'tkazib turishni. Shu orqali ko'proq aniqlasa eng oddiy usul hisoblanadi bu aniqlashni. Ana keyin o'sma kasallikka shubha qilinadigan bo'lsa, o'sha hozirgi aytilgan tartibdagi yo'nalishda ketib murojaat qilsa bo'ladi. Bundan albatta qo'rqish kerak emas. Bizni o'zimizni biladigan bemorlarda, bizda davolangan bemorlarda mana haligacha kelib turishadi. Bizning ustozlarimizni mana davolagan bemorlarda, hamkasblarimizni davolagan bemorlarda kelib turishadi. Avval shu kasallik bilan kasallangan, hattoki bir tuxumdan olib tashlangan bemorlar ham to'liq tuzalib ketib, hozirgi kunda farzandli bo'lib, sog'lom turmush tarzida yashab yurgan bemorlar ham talaygina. Shu savolni bermoqchi edim qizlarga. Bu ertaga bu hozir o'smir qiz, ertaga kelin, bo'lajak ona degani sog'ligiga ham ta'sirini o'zini ko'rsatsa kerak desam, yo'q, ona bo'la olgan. Ha, bunaqa holatlar ham bo'lgan. Biz o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Ota-onalarga shifokor sifatida eng birinchi navbatda nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi navbatda
ota-onalarga beparvo bo'lmaslikni, albatta beparvo bo'lmasdan vaqtida nazoratga, shifokor nazoratida bo'lib turishni, hech narsa bezovta qilmasa ham vaqtini ajratib poliklinikaga yoki tuman shifoxonasiga olib borib bir qator o'sha yerdagi sharoitdan kelib chiqqan holda tekshiruvlardan o'tkazib turishni tavsiya bergan bo'lardik. Bugungi suhbatimiz orqali hech bo'lmaganda bitta ota-ona hushyor tortsa, bitta bolajon vaqtida tekshiruvdan o'tsa, demak, efirimiz ko'zlagan maqsadiga manfaatli bo'lgan bo'ladi va ko'zlagan maqsadimizga yetgan bo'lardik. Baribir farzandni sog'lig'i eng bebaho narsalardan biri. Ular sog', umuman olganda ota-ona ham sog' demakdir. Mutaxassisimiz, mehmonimiz Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi, immunologiyasi ilmiy amaliy markazi shifokor onkolog doktorimiz Abdusattor Oybek Qobilovich edilar. Yana oxirgi savolim bor Oybek aka. Ota-onani bilasiz, aniqlanadi shu kasallikda ota-onaning ruhiy holatiga juda ham ta'sir qiladi. Farzandida aniqlangan bu kasallik. Keyin ota-onaning bu ruhiy holati uni davolanishiga ta'sir qiladimi? Farzandni davolanishiga, sog'ayib ketishiga farzand baribir sezadi. Albatta, ota-onani farzand davolanayotgan paytda roli juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun bizning markazimizda har bitta davolanayotgan bolalarning oldida mas'ul shaxs onasi yoki buvisi albatta qoladi. Ularga dalda beradi. Qanchalik qo'llab-quvvatlab tursa, men o'ylashimcha qilinayotgan davolar ham o'zini natijasini yaxshi ko'rsatadi. Samarasini ko'rsatadi. Dastur uchun rahmat, kelganingiz uchun studiyamizga rahmat. Juda ham manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Tinglovchilarga ham ma'qul kelgan bo'lsa, xursand bo'lardik. Salomat bo'ling. Rahmat. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Siz bilan xayrlashmaymiz. Salomat bo'ling.